Xo'p. Bizga CD kanali ichidagi prostata bezidagi adenoma, CD kanalidagi torayish, qo'q sohasidagi muammolar haqida aniq, zamonaviy va oson yechim beradigan tekshiruv usuli bu uretrotsistoskopiya degan tekshiruv. Mana shu apparat yordamida qilinadi. CD kanali orqali maxsus og'riqlantirish yo'lida kiriladi. Uchida kamera bor, ko'riladi. Bo'ldi. Sizga bu haqida to'liq diagnoz qo'yib beradi. Tashqaridan UZI boshqa bular o'zini yo'llagan. Lekin sizga aniq gapni gapirib beradi. Mana hozir ham bitta CH bilan bog'liq bemorimiz kelgan. Yoshlari katta inson, adenoma ko'rdik UZIda. Lekin ba'zi bir bemorlarda torayish kelib chiqadi. Ana shu bor yo'qligini shundoq ko'rib olamiz. Hozir kuzatib tursanglar, o'zingizlar ham ishonch hosil qilasizlar bu narsaga. Tak, bu mana shu apparatga ulanadi. Mana bu yerda yorug'lik bor. Yorug'lik ulaymiz. Va kamerani video sistemasi bor. Video sistemani ulaymiz. Bu amaliyot diagnostik tekshiruv hisoblanadi. Faqatgina biz bu narsani operatsion zalda imkon qadar steril zonada o'tkazamiz. Xo'p, mana sistoskopiya tekshiruvi boshlandi. Pineal qismi CD kanalida kiryapmiz mana. Yomon emas. Mana kirib boramiz. Bulboz qismiga yetib keldik. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Sekin tepaga ko'tarilamiz anatomik egriliklar bo'yicha. Mana shu yerda mana ruh chiqadigan yo'l bor va tepasini shunday ko'rsak mana adenoma siqyapti mana berk, to'sgan. CD kanal bosh qanaqayu hozir mana bu qismi qanaqa. Endi biz sekin kengaytirib kirib boramiz. Mana qo'l bo'shlig'i boramiz. Qo'l bo'shlig'i travikulyar, mana o'ydim chuqur bo'yapti biroz. Ko'rishimiz mumkin. Mana ustya deydi, sidik nayini, o'ng sidik nayin chiqish joyi mana bu. Mana bunisi chap chiqish joyi bo'ladi hozir mana. Mana bu yerda. Xo'p, endi sistoskopiya tekshiruvini qilamiz, ya'ni tepa sohani ko'ramiz. Qo'q devorlari yomon emas. Mana bu devor bo'yicha va endi qaytib sekinlik bilan chiqamiz. Mana sidik siqing suvda. Mana sidikda biyotib turgan mana shu adenoma bezini qismi bo'ladi.